Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugungi mavzuyimiz umurtqa pog'onasi uchun qanday matras kerak. Umurtqa pog'onasi tekis va ravon bo'lishi uchun, qaddi qomatimiz chiroyli bo'lishi uchun qanaqa yotishimiz kerak, qanaqa holatda uxlashimiz kerak, qanaqa holatda masalan o'tirishimiz kerak, hammasini to'liq videoda davomida ko'rsatib va qanday holat yaxshi, qanday holat yomonligini to'liq videoda tushuntirib o'tamiz. Ketdik. Birinchi navbatda matrasni holatini ko'rib olishimiz kerak. O'ta qattiq bo'lishi kerak emas, o'ta yumshoq ham bo'lishi kerak emas. O'rta holatda, normal holatdagi matras bo'lishi kerak. Ko'rib turibsizlar, masalan, qo'l kiradigan, juda kirib ketadigan emas. Toshdek qattiq matras ham umurtqa pog'onasini shikastlab qo'yishi mumkin yoki umurtqa pog'onasini bo'shatib yuborishi ham mumkin. Birinchi mavzuyimiz qanday matras tanlashimiz kerak. Qattiq, o'rta, yumshoq. Bir xil qattiq matrasda yotish xohlaydi, bir xil me'yorda o'sha sredniy, ya'ni o'rta holatda matrasda yotish xohlaydi. Uchinchisi yumshoq holatda matrasda yotishni afzal ko'rishadi. Bu birinchisi. Endi navbat qanday yotish usullari bor. Qaysi biri to'g'ri, qaysi biri noto'g'ri. 5 ta noto'g'ri yotish usulini ko'rsatib o'tamiz. Qani ketdik. Birinchi holat mana shunaqa yotishi. Yerga qarab yotish, yostiqni quchalab yotish. Masalan, shu umurtqa pog'onasi uchun masalan o'zingizlar ham ko'rib turishingiz mumkin, umurtqa pog'onasini qiyshayib yotibdi. Bu holat birinchi noto'g'ri yotish hisoblanadi. Ikkinchi holat mana shunaqa yostiqsiz, lekin qiyshayib yotish. Bu ham noto'g'ri yotish usuliga kiradi. Uchinchi holatda nomini o'zim qo'ydim, sit yotish hisoblanadi, chunki o'z ko'zim bilan ko'rganman. Shunaqa yotish bu ham noto'g'ri holatga kiradi. Shunaqa qiyshayib yotish, oyoqlarini xohlagandek qilib, qo'llarini, ayniqsa umurtqa pog'onasini qaranglar, qiyshayib yotishiga sabab bor. Ishonmasligingiz mumkin, lekin o'z ko'zim bilan, faktlarim bilan ko'rganman. Shunaqa holatda yotadigan insonlar ham bor. Bu holatda umurtqa pog'onasini masalan ko'pchilikda skalyoz holati bo'ladi, lardoz, kifoz holati bo'ladi. Shu odamlarning aksariyat holatida so'rab, surishtirib, uydagilardan so'raganman, ko'pincha yosh bolalarda bo'ladi. Xuddi shunaqa yotadi. Shu yomon yotish, mumkin emas yotish holatlarida shunaqa insonlarda umurtqa pog'onasida qiyshayish bo'ladi, skalyoz bo'ladi, lardoz bo'ladi, kifoz bo'ladi, kerak bo'lsa osteoxondroz bo'ladi, protruziya, grizya shunaqa holatlar ham kelib chiqadi. Chunki umurtqa pog'onasi juda ham qiyshayib yotish hisobida qon aylanish yaxshi bo'lmaydi, o'sha sustavlar ham noto'g'ri holatda bo'lganligi uchun ular ham qiynalib qoladi. 5-holat. Ko'pchilik tasavvur uchun bu yostiq deb tasavvur qilamiz. Bu ko'rpani oyog'iga tiqib olib, oyog'ini osiltirib olib, shunaqa yotishadi. Masalan, ko'rib turibsizlar, o'rtaga bosim tushgani hisobiga mana bosh bu yoqqa ketib qoladi, mana bu yog'i ochuv. Eng ko'p bosim ko'krak qafasi, umurtqa pog'onasining ko'krak qafasi qismiga bosim tushadi. Oyog'i ham qiyshuv yotibdi. Bu ham top 5 noto'g'ri yotish hisoblanadi. Qanaqa yotishinglardan qat'iy nazar, bu bizni qayg'urayotgan skalyoz kasalliklarini oldini olish maqsadida qilamiz. Chunki bizga kelayotgan ko'p bemorlarning aksariyat holatda shunaqa noto'g'ri yotish, noto'g'ri matras, yerda yotish, ko'rpasiz yotib qoladi, bir xil har xil holatlarda kelishadi. Surishtirishlarimiz natijasida ko'pchilikda yotishda muammo bo'lganligi uchun shu mavzuga qo'l urdik. Masalan, noto'g'ri yotish holatida shu kasalliklar ko'pincha kuzatiladi. Endi navbatdagi to'g'ri yotish. To'g'ri yotishda men ikkita usulni to'g'ri deb bildim va o'rganishlarim, o'qishlarim, kuzatishlarim natijasida shuni amin bo'ldimki, ikki xil yotish usuli men uchun to'g'ri deb bilganim uchun ilmiy kitoblarda yoki ilmiy kuzatishlar natijasida ikkita to'g'ri usul bor ekan. O'shani sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Shu holatda ko'rishingiz mumkin, umurtqa pog'onasiga nagruzka tushmaydi. Masalan, balans hamma yoqqa teng taqsimlanadi. Eng yaxshi yotishi shuni tavsiya qilaman. Bunaqa holat ham o'zi aslida yaxshi emas deb bilaman. Chunki o'zi eng birinchi navbatda birinchi o'ringa haligi eski holatni ko'rsatishi mumkin. Endi qolganlari yomonlarini hisoblaganda mana shunaqa yotish ham yaxshilar qatoriga sal qo'shsak bo'ladi. Bu ham arosat 50-50. Bu ham yotish o'zi yaxshi emas. Chunki bunaqa tekis yotish umurtqa pog'onasi bilsanglar mana bunaqa bo'ladi. Sal qiyshaygan bo'ladi. Masalan, ko'krak qafasiga ham bu yerda ham sal nagruzka tushadi. O'shaning uchun noto'g'ri yotish uchun 5 ta yotish usulini ko'rsatdim. To'g'ri yotish uchun bitta deb tasavvur qilaylik. Bittasini qo'ydim. Arosat, ya'ni 50-50 ga mana shuni qo'ydim. Aziz kuzatuvchilar, matrasda gaplashdik, noto'g'ri yotishni gaplashdik, to'g'ri yotishni gaplashdik. Qanday kasalliklarga foyda, qanday kasalliklarga
nimalarga zararligini ham qisqacha aytib o'tdim. Bizga aksariyat kelayotgan bemorlar noto'g'ri yotishdan hosil bo'ladigan kasalliklarning eng asosiy kasalligi bu skolioz kasalligi. Nega bu videoni olib chiqishga sabab bo'ldi? Chunki juda ko'p odamlar noto'g'ri yotganini hisobiga. Shuning uchun majbur bo'ldim to'g'ri yotish, to'g'ri matras tanlash, to'g'ri qanaqa uxlash masalan bo'ladimi, shularni olib chiqishga harakat qildim. Agar sizda umurtqa pog'onasida muammolar bo'lsa, ya'ni skolioz, lordoz, kifoz, osteoxondroz, protruziya, grija muammolari bo'lsa, bemalol menga doktor Muxtorov klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin. Muammolarni oddiy, sodda, tabiiy usullarda davolashga harakat qilamiz. Natijasi birinchi kunning o'zida seziladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Kommentariyaga o'zingizlarni qiziqtirgan savollarni bemalol yuborishingiz mumkin va albatta YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sog'lig'inglar eng birinchi o'rinda turadi. Xayr, sog' va salomat bo'ling.